Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men ismim Avazxon, Hoshimxonov Avazxon. Asli Samarqandlikman, Toshkentda turaman. Hozir yoshim 38 da. Shu yoshligimizda 20 yoshlarimizda bir kun shu kuz paytlari edi, adashmasam. Shu tong sahar paytlarida bir joyga, bir safarga borganimizda sovuqda qolib ketgan bo'lganman. O'sha paytda sovuq o'tgan bilganman, lekin bo'ydoq bo'lganligimiz uchun birdaniga bildirmagan. Ma'lum bir vaqtlar o'tgandan keyin o'sha paytda yana hozir aniq esimda yo'q, bir haftami, bir oymi o'tib birdaniga shu oqshom yotib ertalab tursam, gavdamni ko'tara olmayman. Bellarim og'riydi. Ya'niki o'zim albatta mustaqil yura olmayman. Shunaqa holatda bo'lib qolganman. Jamshid aka bilan o'zi asli endi biz bir joydamiz, yaxshi tanirdik. O'sha paytlari keyin Jamshid akani shunaqa bir igna terapiya muolajalar qilishlarini bilib, keyin o'sha paytda ozmoz uyda litseniyani olib sar yuradigan bo'lgandan keyin kelib bir shu igna terapiya muolajalar olgan edim. O'sha paytlarda keyin bir adashmasam 2-3 haftami olgan edim. Shu 10 kunlarim olganimdan keyin birdaniga shu boyagi igna terapiya muolaja olishdan oldin, boshlashdan oldin bir kasalmandday qiynalib, og'ir bo'lib deganday shunaqa bo'lib yurgan bo'lsam, bo'ydoq bo'lsam ham boyagi muolajalarni olgandan keyin shu boyagi 10 kunmi, 2 haftadan keyin birdaniga juda ham bir yaxshi bo'lib, yengil bo'lib, shunday bir o'zgarish sezib, o'sha paytga rosa bir yaxshi bo'lib ketgandim. Men endi o'sha paytda muolajani olib turib yaxshi bo'lganimda, yengil bo'lib, birdaniga katta o'zgarish bo'lib, yaxshi bo'lib qolganimda o'sha kasal bo'lgan ekanligimni, kasal bo'lib qiynalib yurgan bo'lgan ekanligimni tushunganman, sezganman. Ungacha bilmasdan shu hayot shu deb haliga ko'nib deganda shunaqa yurgan bo'lganman. Keyinchalik oradan yana 5-10 yillarim o'tibmi, yana bir mazalarim bo'lmaganda keyin qatnaganman. Qatnaganimda o'shanda bir holat bo'lganki, o'zimga o'zim qasd qilganman. Oldin bir igna terapiyaga qatnagan edim. Juda ham men o'sha oldin igna terapiya muolajasini olganimda yaxshi bo'lib ketgandim. Endi yana igna terapiya olamanki,